Endi menga paxlava tayyorlash umuman ish emas, chunki men buni eng oson, eng tez tayyorlash retseptini topdim. Sizga ham yozib qoldiraman. Assalomu alaykum. Ishimizni tuxum sarig'i, smetana, eritilgan sariyog'ni aralashtirib olishdan boshlaymiz. Men pyure milki smetanasidan foydalandim. Ketidan oliy navli unni elakdan o'tkazib olamiz va shu paytda 1,5 choy qoshiq ichimlik sodasidan ham qo'shib yuboramiz. Yumshoqini elastik xamir qorib, ikkita bir xil kattaroq, bitta kichkinaroq zuvalachaga bo'lib, yarim soatga morozinlikka olib qo'yamiz. Bu orada esa nachinkasi uchun maydalangan yong'oqqa shakar va tuxum oqini solib aralashtirib tayyorlab qo'yamiz. Tingan xamirni qolipimizga moslab yoyib, atroflariga bo'rtkichali chiqazib olamiz. Yong'oqli nachinkamizni teng yarmini solamiz va kichkina xamirni yoyib, ustini yopib olamiz. Qolgan nachinkani solib, yana bitta katta xamirni qo'yib olamiz. Usti yaltillab chiroyli chiqishi uchun tuxum sarig'ini surtib, o'tkirroq pichoq bilan rombik shaklini berib olamiz. Butun yong'oqlar bilan bezatib, oldindan qizib turgan 180 graduslik duxovkaga 40 daqiqaga pishirish uchun yuboramiz. Qaynoq holatida asal surtib, sovigandan keyin kesib olamiz.